Aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizda 9000 ta obunachi bor kanalimiz sotuvga kelgan. Xo'p, narxlari bilan tanishtirib o'taman. Eng ko'p ko'rilgan videosi uzun videoga nisbatan 1300 ta ko'rilgan ekan, 1000 tada. Shortsga nisbatan 16000 ta ko'rilgan ekan. Xo'p, asosan shorts yo'nalishidagi video shekilli. Nimalar ko'p ekan? O'zbek polvoni, xullas aralash qurlash har xil temadan bor shekilli. Bu videolarni ko'rmaydigan qilib qo'ysanglar bo'ladi xullas. Xo'p, umumiy jihatdan mana shu kanalimiz sotuvga kelgan, 9000 ta obunachisi bor. Oxirgi 28 kunga nisbatan prosmotri 10000 prosmotr bo'lyapti. Asosan shortslar, demak, shorts yo'nalishidagi kanal do'stlar. 90 kunga nisbatan oladigan bo'lsak, 48000 prosmotr bo'lyapti. 365 kunga nisbatan xo'p, 125000 prosmotr bo'lyapti. Xo'p, lifetime qilib ko'raylikchi. Lifetime'ga nisbatan esa 1 million prosmotr bo'lgan do'stlar. Xo'p, monetizatsiya masalasiga kelsak, ariza tashlanmagan pul tizimiga, sababi bilasizlar, hamma video o'zlariniki emas, hamda soatlar yig'ilmagan, shuni hisobiga ariza bera olmaganlar. Xo'p, bu kanalimizga keladigan bo'lsak, 699 ming so'm qo'yamiz do'stlar. Sababi kanal statistikasi tashlagan, ko'rib turibsizlar, faqatgina nima hisobiga odam soniga sotilyapti. Odam soniga 699 ming sotyapmiz. Olib, masalan, staji bor odam bo'lsa, yurg'izsanglar bo'ladi. 699 ming so'm. Ya'ni konkret oladigan odam bo'lsa do'stlar, ozgina tushib beramiz. Chunki qimmat qo'ymayapman, tez sotilib ketsin degan maqsadda. Oladiganlar 99 lik 791 32 32 do'stlar. Telegramda yozasiz, bilasizlar. O'sha nonda bor, opsiyada Telegram kanalimiz hamda lichkalarimiz bor. Telegramdan aloqa qilsanglar, batafsil gaplashaveramiz do'stlar. Telefon qilmanglar faqat, Telegram yoki SMS, bilasizlar. Salomat bo'ling do'stlar.